Salom bilimdon, O'zbekistonni qanchalik yaxshi bilasiz? Qadimiy saltanatlardan tortib betakror manzaralarigacha, ilk adabiyotidan tortib ona tilimiz go'zalligigacha va e'tiqodimizni shakllantirgan an'analarigacha bu kanalda barchasi mavjud. Va bugun 10 ta savolga javob berishga bel bog'lang va shu tariqa bilimingizni sinab ko'ring. Let's go. Toshkent shahri O'zbekiston Respublikasi poytaxti deb qachon e'lon qilingan? (1930-yil). Toshkent 1930-yilda O'zbekiston Respublikasi poytaxti deb e'lon qilinadi. Shaharning strategik joylashuvi va yirik sanoat markazi sifatida rivojlanishi uni mamlakat markaziga aylantiradi. Amir Temur hukmronligi davrida saltanatning poytaxti qaysi shahar bo'lgan? Samarqand. Amir Temur o'z saltanatining poytaxti sifatida Samarqandni tanlagan. Shahanshoh Samarqandda madrasa, masjid va saroylar qurdirib, shaharni o'sha davrda dunyoning eng muhim madaniyat markazlaridan biriga aylantirgan. Qaysi daryo O'zbekiston va Turkmaniston hududidan oqib o'tadi? Amudaryo. Amudaryo Markaziy Osiyoning eng yirik daryolaridan biri bo'lib, u bir nechta davlat, xususan O'zbekiston va Turkmaniston hududidan oqib o'tadi. Daryo qadimdan Buyuk Ipak yo'lining asosiy suv manbalaridan biri bo'lgan. O'zbekiston hududidagi eng katta cho'l qaysi? Qizilqum. Qizilqum cho'li O'zbekiston hududidagi eng katta cho'l hisoblanadi. U Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan bo'lib, mamlakatning g'arbiy qismini qamrab oladi. Alisher Navoiy asarlaridan qaysi biri 5 doston to'plamidan iborat? Xamsa. Alisher Navoiy Xamsa asarida 5 dostonni, jumladan Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbai Sayyor va Saddi Iskandariy dostonlarini jamlagan. Bu asarlar Sharq adabiyotining eng yirik durdonalaridan hisoblanadi. Markaziy Osiyo shoiri Yusuf Xos Hojibning mashhur asarini toping. Qutadg'u-bilik. Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u-bilik asari 11-asrda yozilgan bo'lib, u davlat boshqaruvi, odob-axloq va ilm-ma'rifat haqida muhim fikrlarni o'z ichiga oladi. Bu asar Turkiya adabiyotining ilk siyosiy falsafiy dostoni hisoblanadi, azizlar. Quyidagi so'zlardan qaysi biri lug'atimizga arab tilidan kirib kelgan? Kitob. Kitob arab tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, bugun ham o'zbek tilida keng qo'llaniladi. O'zbek lug'atida hali hamon juda ko'plab arabcha, forscha va ruscha so'zlar mavjud, o'rtoqlar. Berilgan so'zlardan qaysi biri amonim bo'lib, turli ma'nolarni bildiradi? Oy. Oy so'zi bir tomondan osmondagi oy ma'nosini bildirsa, ikkinchi tomondan yilning oylarini anglatadi. Tilimizda bunday so'zlar ko'p uchrab, ularning barchasi amonim hisoblanadi. Islom olamining buyuk mutafakkirlaridan qaysi biri Samarqandda dafn etilgan? Imom Motrudiy. Imom Motrudiy Samarqandda yashab ijod qilgan buyuk islom olimi hisoblanadi. U aqida va tafsir ilmlarida mashhur bo'lib, butun musulmon olamida Motrudiylik deb atalgan ta'limotga asos solgan.
Islom dinida roza tutiladigan eng muqaddas oy qaysi? Ramazon oyi azizlar. Ramazon oyi islom dinida eng muqaddas oy hisoblanadi. Biz musulmonlar bu oyda roza tutib, ibodat va savob ishlar bilan mashg'ul bo'lamiz, birodarlar. Aziz vatandosh, yurtimizning ajoyib g'aroyibotlarini kashf etishda davom eting va ilm olishdan aslo to'xtamang. See you around.